Men Epifaniyya Namangan viloyati Chortoq tumani Oltinsoy maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Maktabdan bo'sh vaqtlarimda Chortoq tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabida turli qiziqarli ishlar bo'yicha turli fotosuratlarga muntazam qatnashib kelaman. Rossiyada o'tkazilgan xalqaro milliy eskizlar onlayn tanlovida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Hozir sizlarga yomon ijro qilgan filmlar tanib beraman. Devamlı Namangan'da Chortoq tumanining 60 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 9-sinfda o'qiyman. Hozirda 3 yildan buyon Barkamol avlod bolalar maktabida o'zim qiziqqan turli xil ko'ylaklarda qatnashib kelmoqdaman. Yaqinda Rossiyada o'tkazilgan xalqaro onlayn milliy eskizlar nomli ko'rik-tanlovda qatnashdim va faxrli birinchi o'rin sohibi bo'ldim. Hozir shu asardan parcha ijro etib beraman. Yumshoq o'yinchoq to'garagi asosidan yaqinda Rossiyada o'tkazilgan hafta iqtidorlari onlayn xalqaro onlayn tanlovda ishtirok etdim. Xoreografiya yo'nalishida birinchi o'rinni oldim. Men bundan judayam Men Qo'chqari Alimardon Namangan viloyati Chortoq tumani 43-maktab 6-sinf o'quvchisiman. Barkamol avlod bolalar maktabining shaxmat to'garagi a'zosiman. Rossiyada bo'lib o'tgan xalqaro onlayn tanlovda estrada vokal yo'nalishidan faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdim.